Raqqosa Dilnoza Ortiqova haqida yomon xabarlar tarqaldi va keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomiz keng tarqalishi uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Dilnoza Ortiqova og'ir ahvolda. Ra'no Shodiyeva ko'rgani borda. Xalq orasida qayg'u va umid arisada so'zlar yuraklarni titratdi. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalayotgan videolarda xalq sevgan raqqosa Dilnoza Ortiqova og'ir xastaligi sababli shifoxonaga yotgan aks etgan lavhalar ommani chuqur qayg'uga soldi. Manbalarga ko'ra, u hozirda ximioterapiya olyapti. Sog'ligi esa ancha og'ir. Biroq bu qiyin damlarda uni yolg'iz qoldirmaganlar ham bor. Xalq sevgan aktrisa Ra'no Shodiyeva Dilnozani ko'rgani borib, unga ruhiy tayanch bo'ldi. Uning samimiy so'zlari muxlislar qalbini titratdi. Aziz Dilnozajon, tushkunlikka tushmang. Alloh hamisha siz bilan. Men ham bir vaqtlar og'ir sinovlardan o'tganman, lekin hayotni va sahnani tashlamadim, deydi aktrisa. Xudo xohlasa yaqin vaqtda yaxshi bo'lib, yana sahnada raqsga tushasiz. Ishoning, Alloh sizga shifo beradi, deydi aktrisa. Bu so'zlar og'riq ichida bo'lgan raqqosaga ham, uni sevuvchi muxlislarga ham umid va kuch berdi. Videodagi tabassumli lahzalar orasida Ra'no Shodiyeva nasib qilsinki, bugungi og'riqli kunlar ortidan yana quvonchli xabarlar beradi. Sahnada kulib chiqish nasib etsin, deydi aktrisa. Hozirda Dilnoza shifokorlar nazoratida, ammo uning yaqinlari va hamkasblari ijtimoiy tarmoqlarda hamjihatlik bilan duoga chaqirmoqda. Muxlislar esa izohlarda Dilnozamizni Alloh asrasin. Ra'no Shodiyeva haqiqiy insonlik namunasi. San'atimizga yana nur bo'lib qayting Dilnoza, degan so'zlar bilan yurakdan yozmoqda. Alloh shifosini bersin. San'atning go'zal yulduzi Dilnoza Ortiqova yana sahnaga nur va jon olib chiqsin, deyiladi xabarda. Qadrli tomoshabin, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.